Video o'yinlar bolalar muvaffaqiyatiga ijobiy ta'sir qiladimi? Ko'rib chiqamiz. Bu o'yinlarni foydali taraflari ham bor, ziyon taraflari ham bor. Foydali tomonlari: aql idrokni rivojlantiradi, fikrlash, xotira, reaksiyani tezlashtiradi, qo'l ko'z muvofiqligini oshiradi, til o'rganishga yordam beradi, ijodkorlikni kuchaytiradi. Salbiy tomonlari: qaramlik paydo bo'lishi mumkin, zo'ravonlik va tajovuz kuchayadi. Ko'p vaqt o'ynash sog'liqqa zarar, muloqot va o'qishga e'tibor juda ham pasayadi. Ota-onalarga maslahat: farzandingizga ma'rifiy, foydali va vaqt bilan cheklangan o'yinlar tanlang. Mutaxassislar nima deydi? Psixologlar bolalar uchun kuniga 1 soatgacha bo'lgan vaqt ichida nazorat ostida o'ynashni tavsiya qilishadi. O'yinlar ma'rifiy, kreativ bo'lsa, bu rivojiga ijobiy ta'sir qilishi mumkin. Ota-onalar farzand bilan birgalikda o'ynab, suhbat qurib, o'yinni tahlil qilish ham foydali bo'lishi mumkin. Bu o'yinlar nazoratsiz bo'lganda kuchli qaramlikni keltirib chiqaradi. Butun tunni kompyuterxonada o'tkazib yuboradiganlar buni yaxshi biladi. Bolani ko'ziga katta zarar yetkazadi. Shuning uchun virtual o'yinlar bilan muomalada juda ehtiyot bo'lish shart. Agar nazorat qilishga ko'zingiz yetmasa, bola bu o'yinlarni o'ynamagani ma'qul. Bu videoni ota-onalarga yuborib qo'yamiz.